Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Viloyatimizda faoliyat yuritayotgan 846 nafar kimyo fani ustozlariga metodik va ilmiy yordam berish, toifa testlariga tayyorgarlik ko'rishlari hamda laboratoriya ishlarini samarali tashkil qilishlari uchun ko'maklashish maqsadida biz yangi loyihani boshlayapmiz. Bugun bu loyiha doirasida birinchi dars mashg'ulotida sizga umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchisining kasb standarti mavzusida toifa testlariga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha to'liq tavsiyalar taqdim etiladi. Pedagogning kasbiy standarti o'zi nima? Umumta'lim tashkiloti pedagogining shaxsiy va kasbiy xislatlariga, bilim, ko'nikma va malakalariga asosiy talablar jamlanmasi bu pedagogning kasbiy standarti hisoblanadi. Keling asosiy tushunchalar bilan tanishib o'tamiz. Bu tushunchalar biz uchun muhim hisoblanadi. Bilimlar kasbiy faoliyat uchun o'qish va shaxsiy tajriba vositasida ma'lumotni o'zlashtirish natijasi. Tajriba bajarilgan ish to'g'risida fikrlash natijasida mehnat faoliyati davomida olingan kasbiy bilim va ko'nikmalar. Jismoniy xavfsizlik ta'lim muassasasida himoyani va hozir bo'lish qulayligini ta'minlash. Psixologik xavfsizlik xavfli hodisalar yo'qligi yoki stress, xatar va noaniqlikni pasayishi natijasida yaratilgan xotirjamlik va ishonch psixologik hissi. Kommunikativ kompetensiyalar boshqa kishi bilan muloqotga kirishga va uni yetarli darajada saqlab turishga yordam beruvchi barcha ko'nikmalar. Ta'lim muhiti bu o'qitishning ijtimoiy holatini tashkil etuvchi barcha tarkibiy qismlar. O'qituvchi va o'quvchi tomonidan yaratilgan psixologik muhit, o'qitish madaniyati va jismoniy muhit. Turli ta'lim yondashuvlaridan, shu jumladan sinfni baholash va boshqarish usullaridan foydalanish uslubi. Kompetensiya bilimlar, malakalar, ko'nikmalar va qadriyatlar birligi. Ularni kasbiy faoliyatda qo'llashga qobiliyat va xohish. Kasbiy standart zamonaviy o'qituvchining kompetensiyalarini shakllantirishga zarur bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar va shaxsiy xislatlar to'plamini aks ettiruvchi va belgilovchi ma'lum doiradagi hujjat hisoblanadi. Standartda sifatli o'qitishni va shunga mos ravishda o'quvchilarni yuqori ta'lim natijalariga erishishini ta'minlashga imkon beruvchi o'qituvchining samarali faoliyati ko'rsatkichlari belgilangan. Pedagogning kasbiy standarti 7 ta sohani o'z ichiga qamrab oladi. Bu sohalar biz uchun muhim hisoblanib, pedagoglarimiz mana shu 7 ta sohani mazmunini to'liq o'rganib olishsa, toifa testlarida tushadigan kasb standarti savollarini bemalol qiynalmay bajara olishadi. Keling bu sohalar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi soha o'quv jarayonini rejalashtirish, ikkinchisi ta'lim samaradorligini ta'minlash, uchinchisi o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani tashkil etish, to'rtinchisi tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish, beshinchisi o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy o'sish. Oltinchi soha xavfsiz rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish. Yettinchi soha hamkasblar va ta'lim oluvchilarning ota-onalari bilan hamkorlik. Bugungi birinchi dars mashg'ulotimizda biz birinchi, ikkinchi va uchinchi sohalar bilan to'liq tanishamiz hamda bu sohalar asosida tuzilgan testlardan namunalarni ko'rib chiqamiz. Qolgan 4 ta sohamizni keyingi dars mashg'ulotimizda birgalikda yana ko'rib chiqamiz. Birinchi soha o'quv jarayonini rejalashtirish. Barchamizga ma'lumki, ustozlarimiz darsga tayyorgarlik ko'rishlari 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich umumiy tayyorgarlik. Bu qachon amalga oshiriladi? O'quv yili boshlanishidan oldin davlat ta'limi standartlari va o'quv dasturlari bilan tanishib chiqqan holatda mana shularning maqsadlariga muvofiq
o'quv rejalari ishlab chiqiladi. Bu umumiy tayyorgarlik hisoblanadi. Ikkinchisi kundalik tayyorgarlik. Kundalik tayyorgarlik dars mashg'ulotidan bir kun oldin amalga oshiriladi. Bunda ustozlarimiz dars rejasi hamda didaktik materiallarni ishlab chiqadilar. Bularni barchasi o'quv jarayonini rejalashtirish hisoblanadi. Keling, mana shu jarayon haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Bunda kompetensiya standartlari yuqorida aytib o'tilganidek, o'qituvchi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturi doirasida faoliyatini rejalashtiradi. Bunda qanday mehnat harakatlarini amalga oshiradi? Davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarining maqsadlariga muvofiq o'quv rejalarini ishlab chiqadi. O'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlaridan kelib chiqib, o'quv dasturini moslashtiradi. Agar kerak bo'lsa, o'z faoliyatining fanlar aro kompetensiyalar predmetining integratsiya tamoyillarini inobatga olgan holda rejalashtiradi. Birinchi sohamizni ikkinchi qismida quyidagicha kompetensiya standartlari bor. O'qituvchi o'quv dasturiga muvofiq o'quv uslubiy majmuani ishlab chiqadi. Ikkinchi soha ta'lim samaradorligini ta'minlash. Bunda qanday kompetensiya standartlari mavjud? Birinchisi, o'qituvchi o'quv jarayonini samarali tashkil qiladi. Bunda qanday mehnat harakatlaridan foydalanadi? Dars maqsadlari asosida o'quvchilar uchun erishiladigan vazifalarni belgilaydi. Dars mavzusiga mos keladigan namoyish va tarqatma materiallardan foydalanadi. Darsda vaqtdan oqilona foydalanadi, ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlaydi va ta'limning muammolarini hal qilishda axborot texnologiyalaridan foydalanadi. O'quvchilar bilimini baholash natijasida olingan ma'lumotlar asosida darsni tashkil etadi va ta'lim berishdagi yondashuvlarning samaradorligini tahlil qiladi. Ikkinchi sohamizni birinchi qismi bo'yicha bizga qanday test savoli taqdim etilishi mumkin? O'qituvchi mavzuni qiziqarli bo'lishi uchun darsda axborot texnologiyalaridan foydalandi. Bunda kasb standartining qaysi sohasi bo'yicha faoliyatini amalga oshirdi degan savol beriladigan bo'lsa, biz albatta ta'lim samaradorligini ta'minlash degan javobni belgilaymiz. Agarda o'qituvchi dars jarayonini mazmunli va qiziqarli bo'lishini ta'minlash uchun darsda axborot texnologiyalaridan foydalanishni rejalashtirdi. Bunda o'qituvchi kasb standartini qaysi sohasi asosida faoliyatini tashkil etdi degan savol beriladigan bo'lsa, biz ta'lim samaradorligini ta'minlash deb javob bera olmaymiz, chunki o'qituvchi bu yerda rejalashtirdi. Ya'ni biz birinchi sohani olishimizga to'g'ri keladi. O'quv jarayonini rejalashtirish sohasi. Ta'lim samaradorligini ta'minlash sohasining ikkinchi qismida qanday kompetensiya standartlari mavjud? Keling, bular bilan tanishib chiqamiz. O'qituvchi o'quv maqsadlari va o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos o'qitishning usul va yondashuvlarini tanlaydi va qo'llaydi. Bunda qanday mehnat harakatlaridan foydalanadi? O'qitishning faol usullaridan foydalanadi. Umumiy o'rta ta'limning ta'lim standartlarida belgilangan o'quvchilarning asosiy kompetensiyalari va hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan usullardan foydalanadi. O'quvchilarning jamoaviy va loyihaviy ishlarini tashkil etadi. O'quvchilarga metakognitiv strategiyani o'rgatishda turli yondashuvlardan, shu jumladan rejalashtirish, nazorat qilish va o'zini o'zi baholash ko'nikmalaridan foydalanadi. Ikkinchi sohaning navbatdagi qismida quyidagicha kompetensiya standarti mavjud. O'qituvchi o'quvchilarda
o'qishga motivatsiyani yaratib, ularni jarayonga faol jalb qiladi. Bunda qanday mehnat harakatlaridan foydalanadi? O'quvchilarga individual ta'lim ehtiyojlaridan kelib chiqib, o'z vaqtida differensial yordam beradi. Dars mavzusini amaliyot bilan hayotdagi misollar yordamida bog'laydi. Dars davomida har bir o'quvchiga o'z g'oyalari va qarashlarini ifoda etish imkoniyatini beradi. O'quvchilar darsda faol qatnashishini motivatsiyalashda ularning shaxsiy qiziqishlaridan foydalanadi. O'quvchilarni darsga qiziqtirishda turli usullardan foydalanadi. Bu kasb sohasi bo'yicha bizga qanday test savollari taqdim etilishi mumkin? Kimyo fani o'qituvchisi o'quvchilarni darsga qiziqtirish maqsadida dars davomida turli usullardan foydalandi. Bunda o'qituvchi kasb standartining qaysi sohasi bo'yicha faoliyatini tashkil qildi degan test savoli beriladigan bo'lsa, biz albatta ikkinchi soha ta'lim samaradorligini ta'minlash sohasini belgilashimiz lozim bo'ladi. Uchinchi sohamiz o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish. Bunda qanday kompetensiya standartlari mavjud? O'qituvchi zamonaviy baholash nazariyalarini biladi va qo'llaydi. Bunda faoliyat ko'rsatkichlari, ya'ni mehnat harakatlari qanday bo'ladi? Ta'lim natijalarini baholash uchun turli usul va vositalardan foydalanadi. Ta'lim natijalarini diagnostika qilish uchun turli usul va vositalardan foydalanadi. Keyingi qismda o'qituvchi muntazam ravishda o'quvchilarning ta'limiy yutuqlarini baholaydi va tahlil qiladi. Bunda qanday mehnat harakatlari mavjud? O'quvchilar tomonidan bilimlarni egallash darajasini muntazam, tizimli ravishda kuzatib boradi. O'quvchilar erishgan yutuqlarni, natijalarini tahlil qiladi. Dars rejasi va usullarini moslashtirishda tahlil natijalaridan foydalanadi. O'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish sohasining navbatdagi qismida o'qituvchi o'quvchilarga ularning yutuqlari to'g'risida ma'lumotni taqdim etadi, ularni o'qishni davom ettirishga va rivojlanishga motivlashtiradi. Bunda qanday mehnat harakatlari mavjud? O'quvchining yutuqlarini baholaydi va asoslab beradi. O'quvchilarning yutuqlarini baholash orqali ularni o'qishni davom ettirishga qiziqtiradi. Keyingi qismda esa o'qituvchi o'quvchilar o'qishda duch keladigan qiyinchiliklarni kuzatadi va tavsiflaydi. Zarurat paytida tegishli sohadagi mutaxassisga murojaat qiladi. Bunda qanday mehnat harakatlaridan foydalanadi? O'quvchilar ta'lim jarayonida to'qnashgan qiyinchiliklarni kuzatadi va qayd etadi. Ushbu sinfda dars beradigan hamkasblari bilan muayyan o'quvchining ta'lim olishdagi qiyinchiliklari to'g'risida maslahatlashadi. Muayyan o'quvchining ta'lim olishdagi qiyinchiliklari to'g'risida tegishli soha mutaxassislari bilan maslahatlashadi. Keling, baholash turlari bilan tanishamiz. Birinchisi diagnostik baholash. O'qitishdagi adaptiv o'zgarishlarga ko'maklashadi. Birlamchi diagnoz asosida o'qituvchi mazkur ta'lim siklida o'qishni boshlashdan ilgari o'quvchilarning bilimlari, ko'nikmalari va munosabatlarining boshlang'ich holatini aniqlaydi. Birlamchi baholash natijalari asosida o'qituvchi tegishli o'quv rejani tanlaydi va kerak bo'lsa uni o'quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlariga qarab modifikatsiya qilishi mumkin. Ikkinchisi formativ baholash. Bu sinfda kundalik ish jarayonida olib boriladigan baholash turi. Ta'lim oluvchining o'zlashtirish joriy ko'rsatkichi hisoblanadi. O'qitish paytida ta'lim oluvchi va o'qituvchi o'rtasida
tezkor o'zaro aloqani hamda o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida qayta aloqani ta'minlaydi. Ta'lim jarayonini takomillashtirishga imkon beradi. Uchinchi baholash turi summativ baholash. Uzoq muddatli o'qitish siklidan keyin keladi. Ya'ni bob, bo'lim yakuni yoki chorak yakunida ayrim fanlardan birinchi yarim yillik yakuni bo'yicha olinadi. Hurmatli ustozlar, biz kasb standartining 3 ta sohasi bo'yicha bilimlarga ega bo'ldik. Ya'ni birinchi soha o'quv jarayonini rejalashtirish, ikkinchi soha ta'lim samaradorligini ta'minlash, uchinchi soha o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish. Mana shu 3 ta kasb standarti sohasi bo'yicha tayyorlangan namunadagi test topshiriqlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi test topshirig'imiz o'qituvchi o'quv yilining boshida o'quv rejasini davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarining maqsadlariga muvofiq ishlab chiqadi. O'qituvchi qaysi kasb standarti sohasi bo'yicha faoliyat olib bormoqda? Mana bu yerda bizga variantlar taqdim etilgan. Albatta, bu savolning javobi o'quv jarayonini rejalashtirish. Ikkinchi topshiriqda kimyo fani o'qituvchisini darsi tahlil qilinganda u vaqtdan unumli foydalanib, dars bosqichlarida vaqt taqsimotiga amal qildi. O'qituvchi qaysi kasb standarti sohasi bo'yicha faoliyat olib bormoqda? Navbatdagi test topshirig'ida o'qituvchi o'quvchilarga ularning yutuqlari to'g'risida ma'lumotni taqdim etadi, ularni rivojlanishiga motivatsiya berib boradi. O'qituvchi qaysi kasb standarti sohasi bo'yicha faoliyat olib bormoqda? Albatta, biz bu yerda variantlarning ichidan o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish variantini tanlaymiz. Keyingi test topshirig'ida kimyo fani o'qituvchisini dars tahlil qilinganda u dars davomida har bir o'quvchiga o'z g'oyalari va qarashlarini ifoda etish imkoniyatini berayotgani kuzatildi. Biz yuqorida bu sohalarni har biri bilan tanishib chiqqan edik. Albatta, bu topshiriqning javobi ta'lim samaradorligini ta'minlash bo'ladi. Keyingi test topshirig'ida kimyo fani o'qituvchisi darsda o'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmasini shakllantirdi va loyihaviy ishlarni tashkil etdi. Albatta, bu test topshirig'ining javobi ham ta'lim samaradorligini ta'minlash.